Assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video darsimiz Iogramda Telegram bot yaratishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Telegram shablon bilan tanishib chiqsak, quyidagicha fayllar mavjud. E, Filter fayli bu filtrlash uchun ishlatiladi. Ichiga har xil handlerlarni yozishimiz mumkin. Handler fayli kanallar uchun, xatoliklar uchun, gruppalar uchun buyruqlarni yozishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerda foydalanuvchilar uchun buyruqlar yozib ketilgan. Keyboard faylimizga kiradigan bo'lsak, ikkita fayl turi mavjud: default va inline. Default doimgidek telefonimizni yana ostida chiqadigan tugmalar, inline esa ekran ichida, ya'ni yozuvni yozganimizda ichida chiqadigan tugmalar hisoblanadi. State'larda holatlarni yozishimiz mumkin. Utils fayllari barcha fayllar bilan keyinchalik tanishib chiqamiz. Birinchi bo'lib biz .env fayl yaratib olishimiz kerak. .env fayl bu yerdagini copy qilamiz va bu yerga tashlaymiz. Bizga hozircha admin ID kerak emas va bu yerda Telegram botimizning tokeni kerak. Va men bu yerga Telegram bot tokeni joylayman. Telegram bot tokenini qayerdan olishni hozir ko'rsataman. Va biz bu yerda asosiy main.faylimiz bor. Va bu yerda run tugmasini bossak, botimiz ishga tushadi. Botimiz ishga tushdi va botga o'tib start tugmasini bossak, salom Egamberdiyev Omadbek, ya'ni men username bilan salomlashyapti va biz bunga salom qalaysan deb yozadigan bo'lsak, bot ozgina sekin ishlayapti. Salom Egamberdiyev Omadbek, salom qalaysan. Salom qalaysan degan Echo botimiz bizga xabar yubordi. Bu handler faylining users fayli ichidagi Echo fayldagi handler yordamida kelayotgan xabar hisoblanadi. Ya'ni foydalanuvchi qanday xabar kiritadigan bo'lsa, uni o'ziga yuboradigan xabar hisoblanadi. Buyruq hisoblanadi. Biz bu yerga turli xil buyruqlarni yozishimiz mumkin. Keyingi darslarda bir necha buyruqlar bilan tanishib chiqamiz.